Yurtimizda millatlararo totuvlik va do'stlik qadriyatlarini mustahkamlashga qaratilgan Do'stlik festivali o'tkazilmoqda. Festival doirasidagi tadbirlar turli manzillarda davom etmoqda. Poytaxtimizda Milliy madaniy markazlar pavilyonida tashkil etilgan tadbir haqida muxbirimiz Saidjon Abduqodirov xabar qiladi. Bugungi kunda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinch va ahil hayot kechirmoqda. Ularning tili, madaniyati va qadriyatlarini asrab-avaylash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan festival dasturlarida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Yurtimizda juda bir katta tantana, faqat bugun deb aytib bo'lmaydi. Aynan mana shu iyul oyi O'zbekistonda xalqlar do'stligi oyligi sifatida e'lon qilindi. Bu bejizga emas, chunki ko'p millatli xalqimiz bilan doimgi har yili mana shu 30-iyulni xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan do'stlik festivali tariqasida nishonlaymiz. Hukm surayotgan millatlararo totuvlik va bag'rikenglikning naqadar bir o'ziga xosligini ko'rsatadi. Sahna uzra yangragan kuy-qo'shiqlar, milliy raqslar va folklor chiqishlari O'zbekistonning ko'p millatli jamiyat sifatida o'ziga xos qiyofasini yana bir bor namoyon etdi. Milliy liboslar namoyishi, turli xalqlarning kuy va raqslari, ijodiy jamoalarning chiqishlari tomoshabinlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Tadbir davomida milliy madaniy markazlar o'z xalqining san'ati va an'analarini namoyish etib, do'stlik va hamjihatlik g'oyalarini tarannum etdi. Xalqlar do'stligiga bag'ishlangan ushbu festival bizda juda katta taassurot qoldirdi. Turli millat vakillarining birdamligi va ahilligini ko'rish juda quvonarli. Yashasin O'zbekiston, yashasin xalqlar do'stligi. Ushbu tadbir juda yuqori saviyada tashkil etilibdi. Milliy madaniyatlar va san'at namoyishlari juda manzur bo'ldi. Tashkilotchilarga ana shunday go'zal bayram uchun katta rahmat. O'zbekiston Turli millatlarning san'ati, musiqasi va milliy an'analarini bir sahnada jamlagan madaniyat kechasi haqida keyingi dasturlarimizda ham yoritib boramiz.